O'zbekistonning ko'p ming yillik tarixida Toshkent shahri alohida ahamiyatga ega bo'lgan. Masalan, Toshkent tarixiga nazar tashlansa, unda shaharning tashkil topishidan boshlab bugungi kungacha murakkab siyosiy jarayonlar, keskin ijtimoiy va iqtisodiy vaziyatlar hukm surganligini ko'rish mumkin. Shunga qaramay, ushbu shahar O'rta Osiyodagi boshqa shaharlarga nisbatan o'ziga xos nufuzga va strategik mavqega ega shahar hisoblangan. Bugun aynan ushbu shaharning Chor Rossiyasi qo'shinlari tomonidan egallanishi, bu jarayondagi intrigalar, siyosiy vaziyatlar, uni himoya qilgan qahramonlar va darvozasini ochib bergan xoinlargacha to'xtalamiz. Bugungi kunda mobil telefonlar hayotimizning ajralmas qismiga aylanib ulgurgan. Mash qiz bizani sinimizda deb bo'lib qolgan. Bezovta qilmadimmi? Yo'q, uxlayotganim yo'q. Jonginam yuraveradi. Kanalimning statistikasiga qarasam ham 84% dan ortiq tomoshabinlar bizni mobil telefonlar orqali kuzatishar ekan. Dunyo davlatlari o'rtasidagi hamma narsaning mufassal tarixiga ega bo'lgan. Aynan Jon Kennedy haqida, uning hayot yo'li haqida ko'rsatuv tayyorlaganmiz. Darvoqe, sizga ham smartfon kerakmi? Unda asahi.uz saytiga marhamat. Nima uchun smartfonlarni aynan Asahidan olish kerak? Ushbu saytda biz bilgan barcha yirik brendlarning eng so'nggi telefonlari sotuvda mavjud. Saytga kirib, o'zingizga yoqqan smartfonni tanlab, xohlang kartadan onlayn to'lang, xohlang juda qulay bo'lgan muddatli to'lovga xarid qiling. Buyurtma O'zbekistonning istagan hududiga tezkor yetkaziladi. Qishloqmi, cho'lmi yoki tog'mi farqi yo'q. Buyurtma uyingizning eshigigacha yetkazib beriladi. Ularning yetib borishi ham juda tez. Toshkent shahrida 4-24 soat oralig'ida bo'lsa, viloyat markazlariga 2 kunda, tuman va qishloqlarga esa 2-4 kun ichida buyurtmalaringiz yetkazib beriladi. Barcha smartfonlarga 1 yillik rasmiy kafolat berilishidan tashqari, ularning hammasi UZMI ro'yxatidan o'tadi. 10 yildan beri faoliyat yuritayotgan Asahi onlayn internet do'koniga tashrif buyuring, u yerdan tez, qulay va arzonga smartfon sotib olib, qiziqarli videolarimizni ko'rishda davom eting. 18-asr oxiri, 19-asr boshlarida Olimxon, Umarxon va qisman Muhammad Alixon hukmronligi yillarida birmuncha kuchli va markazlashgan davlatga aylangan Qo'qon xonligi 19-asr o'rtalariga kelib siyosiy va harbiy jihatdan inqirozga uchray boshlagan bo'lsa-da, o'zining kuch-qudratini saqlab turardi. 19-asrning 50-yillari Qo'qon xonligi uchun ichki siyosiy bo'hronlarning eng kuchaygan jarayonlari bilan boshlanadi. Xudoyorxon hukmronligi yillarida yuzaga kelgan sharoitda boshboshdoqlik, taxtga bo'ysunmaslik va markaziy hokimiyatga itoatsizlik kuchayib ketadi. Yirik mansab va vazifalarni egallagan qabila urug'zodagonlari esa Mirzo Olim Mushrifning ta'kidlashicha, hamisha fitnajo'ylikka mubtalo bo'ladilar. 19-asrning 40-60-yillarida Qo'qon xonligida ro'y bergan siyosiy vaziyatga baho berar ekan tarixchi olim Hamid Ziyayev shunday ta'kidlab o'tadi. O'zaro urushlarning tinimsiz davom etishi va taxtga nobop shaxslarning o'tirishi oqibatida xonlik har jihatdan chuqur inqirozga uchradi. Og'ir ahvolga qarshi xalq g'alayonlari ko'tarildi. 19-asrning 50-yillariga kelib Qo'qon xonligining ko'chmanchi qozoqlar yashaydigan hududlarda, shuningdek Turkiston, Chimkent va boshqa o'troq aholi yashaydigan hududlarda soliqlarning miqdori oshirib yuboriladi. Xonlikning soliq siyosatiga qarshi norozilik harakatlaridan biri 1858-yili Toshkent bekligiga qarashli hududlarda bo'lib o'tgan edi. Toshkent hokimi Mirzo Ahmad Qushbegi Chimkent, Turkiston va Avliyotada yashovchi aholidan odatdan tashqari barcha chorva mollariga soliq to'lanishi hamda turmushga chiqayotgan har bir qiz uchun 1 tillodan soliq joriy qilganini ma'lum qiladi. Hattoki qush puli, ko'k puli kabi mayda soliqlarni yig'ish jarayonida soliq to'lay olmaydiganlardan yosh o'g'li va qizini soliq sifatida to'lashga ham majbur qildiradi. Bu esa nafaqat Mirzo Ahmad Qushbegidan, balki davlat rahbari sifatida Xudoyorxondan ham xalqning umumiy ko'ngli qolishiga olib keladi.
Joylarda norozi xalq tomonidan turli qo'zg'olonlar ko'tariladi. Tarixchi va davlat mansabdori bo'lgan Abu Ubaydullo Toshkentiyning yozishicha, Mirzo Ahmad Qushbegi tomonidan ko'plab soliqlarning solinishi va zulmning haddan ortishi natijasida xalq ommasining noroziligi kun sayin kuchayib boradi. Hatto soliqchilar zakot va xiroj yig'ish uchun qurollangan qo'shin bilan chiqadigan bo'ladilar. Dasht Qipchoqning turli chekkalarida yashovchi qabila va urug'lar o'zaro birlashib, Qo'qon xonligining va ayni vaqtda Toshkent bekligining tasarrufidan chiqqanliklarini e'lon qildilar. Ular soliqchilarga bir dirham u yoqda tursin, bir fulus ham to'lamadilar. Aksincha, Dasht Qipchoqning Turkistongacha bo'lgan hududlari qo'zg'olonlar va tartibsizliklar iskanjasida qoldi. Tarixchi Muhammad Solih. Mirzo Ahmad Qushbegi qo'zg'olonni bostirish uchun qo'shin bilan Olmaotada to'xtadi va bu vaqtda pishpakda turgan yirik qo'zg'olonchilardan biri So'ftoy biyga qarshi 5 ponsod boshchiligida qo'shin jo'natdi. Biroq yuborilgan qo'shin mag'lubiyatga uchraydi. Qozonilgan g'alabadan ruhlangan qo'zg'olonchilar bu vaqtda Avliyotaga qaytib kelgan Mirzo Ahmadni shahar ichiga qamab, qamal qiladilar. Xudoyorxon qo'zg'olonni bostirish va qo'zg'olonchilar tomonidan Avliyotaga qamab olingan Mirzo Ahmad Qushbegini qutqarmoq uchun darhol Shodmon Hoji Mingboshi va uning akasi Mallabek boshchiligida qo'shin jo'natadi. Qo'zg'olon Mallabekning tadbirkorlik bilan yo'l tutishi, ya'ni qo'zg'olonchilar qo'ygan shartlarni bajarishni zimmasiga olganligi natijasida bostiriladi va yurtda tinchlik o'rnatiladi. Yuqoridagi voqealardan so'ng Xudoyorxon va uning hukumatiga bo'lgan ishonchsizlik oshib ketadi. Andijonda Mallabek boshchiligidagi guruh Xudoyorxonni taxtdan ag'darib, taxtni egallash rejasini amalga oshirishga kirishadi. Bu yerdan Mallabek o'zining eng ishonchli kishilaridan biriga aylangan Mullo Alimqulning maslahati bilan O'shga keladi. U O'shda Olimbek Dodxoh, Saidbek Dodxoh va boshqa nufuzli kishilar bilan ittifoq tuzib, hokimiyatni o'z qo'liga olish va mamlakatda tartib o'rnatish fikrida ekanligini aytadi. Bu yerda bir qancha maslakdoshlar orttirib, harbiy kuchga ega bo'lgan Mallabek yana qaytib Andijonga, Toshloq mavzesiga keladi va bu yerda Alimqulning hovlisida xonlik rutbasiga ko'tariladi. Ular shu yerda turib hokimiyatni egallash uchun tayyorgarlik ko'ra boshlaydilar. 1858-yilda Mallabek Alimqul yordami bilan ayni damda Buxoro amiriga qarshi jangda bo'lgan So'fibek va Shohmurodlarning yo'qligidan foydalanib, ularning hukmi ostida bo'lgan Andijon va Marg'ilonni qo'lga kiritadi. Keyingi urushlar Qo'qonni egallashga qaratiladi va aka-uka o'rtasidagi jang Samonchi mavzesida bo'lib o'tadi. Mallaxon bu jangda g'alabaga erishadi va bir necha kunlik qamaldan so'ng Qo'qonni egallaydi. Mallaxonning bu g'alabasi va taxtni egallashi Toshkent hokimi Sulton Murodbek, O'tanboy Qushbegi, Andijon hokimi So'fibek hamda quramaliklar tomonidan muborakbod etiladi va uning qonuniy taxt egasi bo'lganligi e'tirof etilib, Mallaxonga o'z tobeliklarini bildiradilar. Xudoyorxon esa o'zini qo'llab-quvvatlovchi kuch qolmaganligi tufayli Buxoro amiri huzuridan panoh topadi. Mallaxon taxtga o'tirgach, birinchi navbatda xonlikda tartib o'rnatishga va xon hokimiyatini kuchaytirishga kirishadi. Qo'qon xonligidagi ichki siyosiy vaziyatni diqqat bilan kuzatib borayotgan Chor Rossiyasining harbiylari Mallaxonni taxtni egallash voqealarini ham nazardan chetda qoldirmaganlar. Bu haqda Sibir korpus qo'mondoni general Gosford 1859-yil 4-yanvarda harbiy vazirga yuborgan maxfiy telegrammasida shunday deydi: Mallabekning xonlik taxtiga o'tirgani tasdiqlandi. Xudoyorxon doimiy yashash uchun Xo'jandga yuborildi va barcha huquqlardan mahrum qilindi. Yangi xonni xalq qo'llab-quvvatlamoqda. General Gosford. Shu bilan bir vaqtda Mallaxon Rossiya imperiyasi va Qo'qon xonligi o'rtasidagi munosabatlar masalasida yuzaga kelgan siyosiy keskinliklarni bartaraf qilish, ayrim siyosiy masalalarni hal etish, jumladan Oq masjidni qaytarib berishni talab qilib va o'zaro manfaatli shartnomalar tuzishga umid bog'lab, 1859-yil dekabrda 30 kishidan iborat elchilikni imperator huzuriga jo'natadi. Biroq bu elchilar hech qanday natijaga erisha olmaydilar. Mallaxon bundan umidsizlikka tushmaydi va qaytadan elchilik tashkil etib, bu elchilik 1860-yil aprelda
Xo'ja kitobdor boshchiligida Sibir orqali Peterburgga yuboriladi. Xo'ja kitobdor boshchiligidagi elchiligi ham Qo'qon xonligi uchun natijasi tugaydi. Ayni vaqtda Buyuk Britaniyaning Osiyodagi faoliyatini kengayotganligidan tashvishga tushgan Rossiya imperiyasi hukmron doiralari O'rta Osiyo xonliklariga, xususan Qo'qon xonligiga qarshi harbiy harakatlarni kuchaytirish hamda xonlikning ichki hududlariga jadal kirib borish va ishg'ol qilish rejasini ishlab chiqa boshlaydi. Bu masalaga imperiyaning eng tajribali harbiy sarkardalari jalb etiladi. Biroq Qo'qonda barcha amaldorlar, qo'shin boshliqlari ham tashqi dushmanning ro'y-rost tajovuzdan ko'z yumib, o'z manfaatlarini el-yurt manfaatlaridan ustun qo'yadilar va hokimiyatni egallash payiga tushadilar. Bunda ular Mallaxonning siyosatidan norozi ekanliklarini yashirib o'tirmaydilar. Xonlikning ichki siyosiy hayotida davom etayotgan keskinliklar natijasida Andijon hokimi Olimbek Dodxoh boshchiligidagi fitnachilar tomonidan taxtni 3 yil 4 oy davomida boshqargan va xonlik uchun bir qator ishlarni amalga oshirib ulgurgan Mallaxon 1862-yil 23-fevral kechasi o'ldiriladi. Zamon tarixchilaridan biri Muhammad Yunus Toyib Mallaxonni o'ldirilishi voqealari haqida shunday yozadi. Alimbek Dodxoh Qipchoq kattalari va Mallaxon xos odamlaridan Xidir Dodxoh, Muhammad Ibrohim Mirza boshig'a o'xshash Mallaxon badxo'yligidan jondan to'ygan odamlar ittifoq bo'lib, bir kecha Mallaxonning yotqon xobiga bostirib kirib, qilich birla chopib, qilich zarbi birla shahid bo'lib, ertan Shohmurodbekni xon ko'tarib, Shodmon hojini mingboshi aylabdilar. Mirzo Olim Mushrif ham ushbu voqeani batafsil yoritishga harakat qiladi. Tarixga 1278 erdi, milodiy 1862-yil. Bir necha fasodgarlar hammomi musulmonlikda jam bo'lib, Nor Muhammad Qushbegi, Shodmon hoji Dodxoh bosh bo'lib, Qolmoq darvozasidan kirib, Mallaxonning yotqon xos manzilga borib, mast uyquda yotgan joyida o'rtaga olib, qilich birla chopdilar. Darajai shahodatga yetkirdilar. Sha'bon oyining 26-sida, shabi dushanba, vaqti subhda Shohmurodbekni xon ko'tardilar. Bu voqealar jarayonida xonlikdagi ichki siyosiy vaziyat nihoyatda keskinlashib ketadi va ayni vaqtda Buxoro amirining sobiq Qo'qon xoni Xudoyorxon bilan birgalikdagi xonlikka qarshi harbiy harakatlari boshlanadi. Buxoro amiri qo'shinlari yordamida taxtni egallash uchun qo'shin bilan kirib kelgan Xudoyorxonga qarshi Shodmon hoji mingboshi va Alamqul Yakkatut va Quva orasidagi katta hududdagi mudofaani tashkil etadilar. Ikki o'rtada bo'lib o'tgan dastlabki to'qnashuvdayoq tomonlar umumiy 6000 kishini yo'qotadilar. Mag'lubiyatga uchragan Xudoyorxon esa Mirzo Olim Mushrifning yozishicha bor yo'g'i 100 kishilik qo'shin bilan qolgan. Endi maydonda bir tomonda Xudoyorxon va uning tarafdorlari bo'lsa, ikkinchi tomonda harbiy va siyosiy jihatdan yaxshigina madadga ega bo'lgan va asosan xonlik sharqiy hududlaridagi aholi tomonidan qo'llab-quvvatlangan Alamqul amirlashkar turardi. Shu o'rinda Qo'qon xonligining siyosiy hayotiga kirib kelayotgan va uning amalga oshirilishiga sezilarli ta'sir ko'rsatayotgan Alamqul amirlashkarining tarjimai holi va dastlabki yillardagi faoliyat haqida to'xtalib o'tish o'rinlidir. Alamqul amirlashkar haqida 19-asr ikkinchi yarmida yashab o'tgan tarixchilardan Muhammad Yunus Toyib, Avaz Muhammad Attor Xo'qandi, Mulla Yunus Toshkandi, Abu Ubaydullo Toshkandi va boshqalar, shuningdek rus harbiylari va tarixchilari o'z asarlarida va esdaliklarida yozib qoldirganlar. Bu manbalar orasida Muhammad Yunus Toyibning Tarixi Alamqul amirlashkar asari o'zining biografik tarzda yozilganligi hamda Alamqul amirlashkar hayoti va faoliyatini yoritib boruvchi yagona mukammal asarligi bilan alohida muhim ahamiyat kasb etadi. Tarixchi Muhammad Yunus Toyib shunday yozadi: Amirlashkari marhumning nasablari Qipchoq jamoasidan bo'lib, ismi shariflari Mullo Alamqul Hasanbiy o'g'li edi. Voliday shariflari Shahribonu bibi erur. Xo'qand uyezi Navkat bo'lusunda Bujun Bitgon degan mavzeda turg'uvchi fuqaro ahlidan erdilar. Shuni alohida ta'kidlab o'tish lozimki, Alamqul amirlashkarining tug'ilgan yili biron bir manbada aniq ko'rsatib o'tilmagan. Manbalarda keltirilgan ayrim ma'lumotlarga suyangan holda tarixchi Ziyovuddin Ilhomov
Alimqul Amir Lashkarining tug'ilgan yili milodiy 1831-32 yillarga to'g'ri keladi degan xulosaga kelgan. 1833-yilda Alimqulning otasi Hasanboy vafot etgach, uning onasi Shahribonu bibi sag'ir qolgan farzandlari bilan akasi Mulla Do'st Oxun huzuriga boradi. Alimqul tog'asining qo'lida 6-7 yoshlargacha tarbiya oladi. 1838-yilda ular Qo'rg'ontepa nihoyasiga ko'chib keladilar. So'ngra Andijondagi Oq masjid madrasasida 2 yilcha saboq oladi va 1841-yilda Qo'qonga keladi. Bu yerda Qo'qonning nufuzli ulamolaridan biri Domullo Ayoz Maxtum o'g'li huzurida xizmat qilib, savodini yanada oshiradi va 1849-yilgacha, ya'ni 18 yoshgacha shu yerda bo'ladi. Keyinroq Alimqulning singlisiga uylangan Usmonqul Dodxoh uni o'ziga yaqin olib, sipohgarchilik ishlariga jalb qiladi. Alimqul Usmonqul Dodxoh huzuridan yana Qo'qonga qaytib 20 yoshida otasi o'rniga biy bo'ladi. Bu yerda u nihoyatda ziyrak va xushmuomala bo'lganligi hamda ish yuritishdagi tadbirkorligi bilan fuqarolarning hurmatiga sazovor bo'ladi. Kundan kun ravnaqi va mavqei, obro'-e'tibori ortib boradi. Alimqulning mavqei ortib borishidan xavfsirab qolgan bir qancha kishilarning unga qarshi adovatlari ortib, yovlashib qoladilar. Bu esa Alimqulning baquvvat homiy topish maqsadida Mallabek xizmatiga kirishiga sabab bo'ladi. Bu voqea 1853-yilda sodir bo'lib, bu vaqtda Alimqul Amir Lashkarining yoshi 21 yoki 22 yoshda edi. Shu vaqtdan boshlab xizmat jarayonida o'zining mardligi, dovyurakligi va shijoatliligi bilan ajralib turuvchi Alimqul Mallabekning e'tiborini qozonadi. Bu ishonch yildan-yilga ortib borib, u Mallabekning eng ishonchli kishilaridan biriga aylanadi. Mallabekning ishlariga o'zining maslahatlari va yo'l-yo'riqlari bilan ta'sir etib turadi. Mallabek Andijonga ham aynan Alimqulning maslahati bilan borishi va u yerda Alimqulning yordamida, buning ustiga uning uyida xon deb e'lon qilinganligi Alimqulning qanchalik ishonchga sazovor bo'lganligini ko'rsatadi. Shu vaqtdan e'tiboran Alimqulning Qo'qon xonligi siyosiy hayotiga ta'siri birmuncha sezila boshlaydi. Mallaxon o'zining muvaffaqiyatlarga erishishda katta yordam bergan Alimqulning xizmatlarini munosib taqdirlaydi va uni Chimyon hukumatiga hokim etib tayinlaydi. Mulla Yunus Toshkentning xotiralarida yozilishicha, 1858-yilda Mallaxon Alimqulni Mirzo Davlat Tojikning qiziga uylantiradi. Qo'qonga qaytgach esa unga Ponsatboshi unvonini beradi hamda bayroq topshirib Chustning hokimi deb e'lon qiladi. Alimqul ana shunday mavqe va martabalarga ega bo'lib, xonlikning siyosiy hayotida faol ishtirok eta boshlaydi. Mallaxonning o'ldirilishi va Xudoyorxonning buxoroliklar yordamida taxtni qaytadan qo'lga kiritilishi jarayonlarida esa uning hokimiyatidagi faoliyati va ta'sir doirasi yanada kengayib ketadi. Shunday vaziyat davom etayotgan bir paytda hokimiyatni qo'lga oladigan, xalqni boshini qovushtirib, dushmanga qarshi qudratli kuchga aylantira oladigan, siyosiy va harbiy ishni puxta biladigan odam xonlik uchun nihoyatda zarur edi. Alimqul atrof viloyatlardan kelgan yurt ulug'lari bilan birgalikda maslahatlashib, 1863-yil 9-iyulda Mallaxonning o'g'li Sulton Saidxonni Namangandan olib keltirib xonlik taxtiga o'tkazadi. Sulton Saidxon o'z navbatida Alimqulni davlat oldidagi xizmatlarini taqdirlab, unga Amir Lashkar unvonini beradi. Bu bilan hayoti va faoliyati juda murakkab kechgan Alimqul Amir Lashkarning Qo'qon xonligidagi hukmdorlik faoliyati boshlanadi. Alimqul Amir Lashkar hukumat tepasiga kelishi bilanoq kuchli ichki va tashqi siyosat yuritish yo'lini tutgani Rus hukumatini g'oyatda qattiq tashvishlantirgan edi. O'z navbatida buni Alimqul Amir Lashkar ham yaxshi tushunardi. U 19-asr 60-yillarda kuchayib borayotgan va tobora dahshatli tus olayotgan Chor Rossiyasining bosqinchiligiga qarshi kurashda siyosiy va harbiy ittifoqchilar topish maqsadida Angliya, Turkiya, Hindiston, Tibet, Qobul, Qandahor, Xiva kabi shahar va davlatlarga elchilar yuboradi. Garchi uyushtirilgan bu elchiliklar Qo'qon xonligi foydasi uchun amaliy jihatdan deyarli hech qanday foyda bermagan bo'lsa-da, shunga qaramay bu Alimqul Amir Lashkarning tashqi diplomatik sohada ma'lum bir yutuqlarga erishish uchun harakat qilganligini ko'rsatadi. 1864-yil boshlariga kelib Qo'qon xonligi asta-sekin ichki siyosiy barqarorlikka erisha boshlaydi. Bu esa xalqning hukumatga nisbatan, xususan Alimqul Amir Lashkarga nisbatan ishonchi ortib borishiga, qo'shinlarning harbiy tayyorgarligi va qurollarning biroz takomillashuviga olib keladi. Qo'shni davlatlardan harbiy madadning yo'qligi, buning ustiga Buxoro amirining dushmanlik siyosati Qo'qon xonligini nihoyatda og'ir ahvolga solib qo'ygan edi. Bir qator shaharlarning, ayniqsa Turkiston va Chimkent shaharlarining dushman tomonidan bosib olinishi Qo'qon xonligi uchun katta yo'qotish bo'ladi. Endi Chor qo'shinlari o'z oldiga Toshkent shahrini qo'lga kiritishni maqsad qilib qo'ygan edi.
Ma'lumki, Toshkent shahri o'zining iqtisodiy va strategik ahamiyatiga ko'ra O'rta Osiyo shaharlari orasida alohida o'rin tutadi. Qo'qon xonligi tashkil topgandan so'ng dastlab xonlik hududlaridan tashqarida bo'lgan shahar Olimxon va Umarxon hukmronliklari yillarida Qo'qonga qo'shib olinadi va shu davrdan boshlab xonlikning eng asosiy iqtisodiy va siyosiy markazlaridan biriga aylanadi. Hudud jihatdan katta yerlarga ega bo'lgan Toshkent shahri 19-asrning 60-yillari o'rtalarigacha Buxoro va Qo'qon xonliklari o'rtasidagi eng nizoli nuqtalardan biri bo'lib qolgan edi. Bu davrda shahar qalin devor bilan o'ralgan bo'lib, shaharga qarashi 12 ta darvoza bor edi. Shahar mudofaa qobiliyati jihatdan Qo'qon xonligining eng mustahkam shahri bo'lib, bu yerda doimiy ravishda 2-4 ming askar saqlangan va shu bilan birga boshqa shaharlar va qal'alarga qaraganda eng ko'p, ya'ni 20 tacha zambarak mavjud edi. Devor tashqarisidagi xandaqlar suv bilan to'ldirilgan bo'lib, dushmanning shaharga kirish xavfini ancha kamaytirardi. 1864-yil 27-sentyabrda Chimkent qal'asidan Toshkentni bosib olish maqsadida chiqqan general Chernyayev qo'mondonligidagi 8,5 rotadan iborat chor qo'shinlari 1864-yil 1-oktyabr kuni hozirgi Yunusobod tomondan shaharga yaqinlashib, Oqqo'rg'on tepaligida o'rnashadilar. Alimqul Amir lashkar esa darhol qo'shin yig'ishga kirishadi hamda Marg'ilon, Andijon, O'sh, Namangan viloyatlari hamda Shahrixon, Chust shaharlariga chopar yuboradi. U qo'shinni Xo'jandda to'planishga buyurib, o'zi Qo'qonda mavjud bo'lgan askarlarni olib Xo'jandga yo'l oladi va bir kundan so'ng barcha qo'shin bilan Toshkentga yo'lga chiqadi. Bu vaqtda esa Chor Rossiyasi mustamlakachi bosqinchilarining Toshkentga yaqinlashganligini ko'rgan shahar aholisi mudofaaga tayyorgarlikni kuchaytiradi. Yuqorida ta'kidlab o'tilganidek, bu vaqtda Toshkent shahri atrofida mustahkam mudofaa devori mavjud bo'lib, devor atroflari suv to'ldirilgan chuqur xandaqlar bilan himoyalangan edi. Shahar himoyachilari bu imkoniyatdan foydalanib, bosqinchilarga qattiq qarshilik ko'rsatadilar. Shahar aholisi ham mudofaada faol ishtirok etadi va askarlarga suv va oziq-ovqat hamda boshqa zaruriy narsalarni yetkazishga yordam berib turadi. Shahar mudofaachilari chor qo'shinlariga qaqshatgich zarba berib, ularni chekinishga majbur qiladilar. Bu vaqtda Toshkent mudofaasi uchun barcha Farg'ona askari bilan shoshilinch kelayotgan Alimqul Amir lashkar Oqjardan o'tib, Bobotarxon mavzeyiga yetganda Toshkentdan chopar kelib qoladi va chor qo'shinlarining mag'lubiyatga uchrab Chimkentga chekinganligini aytadi. Alimqul Amir lashkar yurishni davom ettirib, qo'shin bilan Bobotarxondan To'ytepa orqali o'tib 1864-yil 15-oktyabr kuni Toshkentga yetib keladi va shaharning Mingyo'rik mavzesiga kelib joylashadi. Shunga qaramay, Chor Rossiyasining harbiy bosqinchilari Toshkent va uning atrofidan o'tuvchi karvon yo'llarini va Toshkentga oziq-ovqat hamda chorva mahsulotlari yetkazib beruvchi qishloqlarning ko'pchiligini o'z nazoratiga olgan edilar. Bu esa keyingi oylarda Toshkentda oziq-ovqat mahsulotlariga bo'lgan talabning kuchayishi, iqtisodiy ahvolning og'irlashishi va narx-navolarning ortib ketishiga olib keladi. Rossiya imperiyasiga qarashli Chubo'yi harbiy otryadlari qo'mondoni, bu vaqtda esa bevosita Toshkentni bosib olishni rejalashtirayotgan harbiy kuchlar qo'mondoni general Chernyayev 1864-yil 27-oktyabrda Chimkentdan harbiy vazirga yuborgan maxfiy axborotnomasida shunday so'zlarni keltiradi. Biz tomondan karvon yo'llarining bosib olinishi natijasida Toshkentda narx-navo oshib ketdi. Chorakda non 5 so'm o'rniga 12 so'mgacha, bir bosh qo'y 3-5 so'm o'rniga 7-9 so'mgacha ko'tarildi. Bu voqealar orasida 1864-yil 4-6 dekabr kunlari Alimqul va rus qo'mondoni Serov o'rtasida tarixda Iqon jangi nomi bilan mashhur bo'lgan jang sodir bo'ladi. Bu jangda Chor Rossiyasi askarlari to'liq mag'lubiyatga uchraydi va manbalarda keltirilishicha, bu jangda qatnashgan rus askarlari va zobitlaridan 57 kishi o'ldirilgan va 43 kishi yarador bo'lgan. Alimqul Amir lashkarining Iqonga qilgan harbiy yurish haqida arxiv manbalarida ham bir qator ma'lumotlar uchraydi. 1865-yilning dastlabki oylarida toshkentliklar yana mudofaaga tayyorgarlik ko'radilar. Biroq davlat ozodligi va bundan buyongi taqdiri qil ustida turgan qaltis bir vaziyatda Alimqul Amir lashkar olib borayotgan qattiq siyosatdan norozi bo'lgan ayrim kimsalar chor qo'shinlari tomoniga o'tib xoinlik qiladilar. Toshkent va uning atrofida bo'layotgan voqealarni diqqat bilan kuzatayotgan Chor Rossiyasining zobitlari shahar bilan bog'liq hech bir narsani nazardan chetda qoldirmaslikka harakat qilardilar. Bu vaqtda yangi Qo'qon liniyasi boshlig'i lavozimiga erishgan general Chernyayev harbiy qo'mondonga shunday yozadi.
Xudoyorxon Buxoro amiriga qarashli bo'lgan 4000 kishilik qo'shin bilan Toshkent yaqiniga kelib joylashdi va shaharda bo'layotgan voqealarni diqqat bilan kuzatmoqda. Alimqul Amir lashkari esa shahardagi Buxoro amiri tarafdorlari sifatida gumon qilingan bir qancha kishilarni o'limga mahkum etdi va qatl qildi. Amir tarafdorlari bo'lgan kishilarni ko'pchiligini jazoladi va Qurtqa mavzesiga surgun qilib yubordi. Tarixchi olim Hamid Ziyayev ushbu mavzudagi asarlarida xonlikka xiyonat qilgan ayrim Toshkent fuqarolari Said Azimboy, Abdurahmonbek ismli kishilarga alohida to'xtalib o'tadi. Said Azimboy Muhammad o'g'li Turkistonda turgan Mirzo Ahmad Qushbegidan Yangiqo'rg'onda chor qo'shinlari va Qo'qon lashkarlari o'rtasida bo'lib o'tgan jang davomida qo'qonliklar tomonidan asirga olingan bir qancha rus askarlarini Qo'qonning 250 tilla tangasi evaziga sotib oladi va ularni Oq masjiddagi rus harbiylariga topshiradi. Chor hukumati esa unga bir qancha mukofotlar berib, uning o'zlariga xayrixohligini qo'llab-quvvatlaydilar. Abdurahmonbek Shodmon o'g'li esa Toshkent shahrining Chuvalachi mahallasidagi uydan turib, chor qo'shinlari qo'mondoni general Cherneyevga xonlikda, xususan Toshkent va uning atroflarida sodir bo'layotgan voqea hodisalardan xonlikning harbiy imkoniyatlari chor qo'shinlariga qarshi mudofaa masalasida olib borilayotgan ishlar borasida muhim axborot yetkazib turgan. Abdurahmonbekning eng katta xoinliklaridan biri Toshkent mudofaasi vaqtida Bo'zsuv kanalining to'g'onini buzdirib, Chirchiq daryosiga burib yuborish haqida Cherneyevga qimmatli maslahatlar berganligi edi. Bundan xabar topgan Alimqul Amir lashkar Abdurahmonbekni jazolamoqchi bo'lganida u Teshqopqa darvozasidan chiqib Cherneyev huzuriga qochib ketadi. Xonlikning ichki hududlarida, xususan Toshkent shahrida yuzaga kelgan bunday vaziyat Cherneyevning Toshkentga bo'lgan yurishini tezlashtirishga va ayniqsa Niyozbek qal'asini bosib olishga bo'lgan ishtiyoqini kuchaytirib yuboradi. Toshkent yurishiga alohida ahamiyat bergan imperatorning shaxsan o'zi general Levengov orqali general Cherneyevga nihoyatda maxfiy bo'lgan quyidagi ko'rsatmasini bergan edi. Imperator oliy hazratlari shuni ixtiyor qiladilarki, yordam kuchlari yetib bormaguncha Toshkentga nisbatan hech qanday harbiy harakatlar amalga oshirilmasin. Biroq Toshkent aholisini bizga munosabati e'tiborga olinsin va agarda bizdan yordamga umid qilayotganlar bo'lsa, ularni bu imkoniyatdan mahrum qilinmasin. Bu yerda imperator Qo'qon xonligi va Buxoro amiri o'rtasida Toshkent uchun jang bo'lsa va toshkentliklar ruslardan yordam so'rasa, ularga yordam berishni ko'zda tutgan. Bunday qo'shtirnoq ichidagi yordam so'rab qilingan iltimos faqatgina xoinlardan chiqishi mumkin va ruslar ham aynan shunday kimsalarning yordamiga tayanib Toshkentni tezroq va ortiqcha talofatsiz qo'lga kiritishni rejalashtirgan edilar. O'z navbatida Alimqul Amir lashkari ham Niyozbek qal'asining Toshkent shahri xavfsizligi va mudofaasi uchun nihoyatda katta ahamiyatga ega ekanligini juda yaxshi anglardi. Shuning uchun u Niyozbek qal'asining mudofaa qobiliyatini oshirish va qal'a devorlarini mustahkamlash hamda biron bir kishining xoinlik qilishiga yo'l qo'ymaslikni qal'a boshliqlariga qattiq tayinlaydi. U Niyozbek qal'asi qo'mondoni Mulla Ermuhammad, Mulla Yo'ldosh, Xoliqul hamda Tog'abiy Ponsatlarga quyidagi mazmunda o'zining buyrug'i aks etgan maktubini yuboradi. Sizga shuni ma'lum qilamanki, ushbu maktubni olgach, unda yozilgan har bir vazifani nihoyatda mukammal qilib bajarishingiz lozim. Qang'ili va boshqa urug'lardan yigitlarni yig'ing va barchalarni Niyozbek qal'asiga devorlarni mustahkamlash va mudofaa inshootlarini ta'mirlash ishlariga yuboring. Agar Niyozbek qal'asida devorlar va boshqalar haddan tashqari xarob ahvolda bo'lsa va uni ta'mirlash uchun qo'shimcha kuchlar zarur bo'lsa, qal'a qo'shinlarini ham jalb qilishingizga ruxsat beraman. Agar ruslar Niyozbek qal'asiga bostirib kelsa va qal'a atrofidagi qo'rg'onlarda yashovchi aholi ruslar tomoniga o'tib ketadigan bo'lsa, ularni jazolang va qo'rg'onlarni yoqib yuboring. Bu qo'rg'onlardagi barcha mol-mulklarni va chorva mollarini o'zingizga olishingiz mumkin. O'lja olingan barcha yog'ochlarni esa qal'a mudofaasi uchun zarur bo'lgan joylarga ishlating. Rus tomoniga qancha aholi o'tib ketganligini aniqlang. Shuningdek, ulardan o'lja olingan chorva mollari va boshqa mol-mulklarning miqdori haqida menga ma'lumot yuboring. Sizning menga yozib yuboradigan maktubingizga asoslanib, men keyingi qiladigan ishlaringiz haqida ko'rsatmalarni beraman. Zarur bo'lsa, o'zim ham darhol qo'shin bilan yetib boraman. Hozircha esa sizning ixtiyoringizga Andijon va To'raqo'rg'on beklarini qo'shinlarini bilan birgalikda yubormoqdaman. Umid qilamanki, tez kunlarda ular o'z qo'shinlari bilan sizga yordamga yetib boradilar. Ruslar haqida biron bir gap eshitsangiz, darhol meni xabardor qilinglar. Alimqul Amir lashkar dushmanga qarshi mudofaani mustahkamlash bilan mashg'ul bo'lgan bir paytda Buxoro amiri Qo'qon xonligining og'ir ahvolida qolganligidan foydalanib, Xo'jand qal'asiga hujum qiladi va uni bosib oladi. Bu haqda Orenburg o'lkasi qo'shinlari qo'mondoni general-mayor Levengov harbiy vazirga quyidagilarni ma'lum qiladi.
Turkiston viloyati harbiy gubernatorining 23-aprelda bergan axborotiga ko'ra, Buxoro amiri qo'shinlari Qo'qon xonligiga qarashli bo'lgan Xo'jand qal'asini bosib oldi. O'z qo'shinlarining asosiy qismini Toshkent mudofaasi uchun saqlab turgan Alamqul uncha katta bo'lmagan qo'shin bilan buxoroliklarga qarshilik ko'rsatishga urinib ko'rdi. Biroq muvaffaqiyatsizlikka uchrab, tog'larga chekinishga majbur bo'ldi. Qo'qon xonligining ichki siyosiy ahvoli Buxoro amiri hujumi natijasida birmuncha keskinlashganligini hisobga olgan general Chernyayev bu imkoniyatdan foydalanishni zarur topdi va darhol Toshkent yurishini boshlashga jazm qilib, avval Niyozbek qal'asini qo'lga kiritish uchun harbiy harakatlarni boshlab yubordi. Mulla Yunus Toshkentning Niyozbek qal'asi mudofaasi bilan bog'liq voqealarni ancha batafsil tasvirlab yozadi. Hijriy 2880-yil Zulhijja oyining 13-kunida rus qo'shinlari Niyozbek qal'asiga bostirib keldi. O'sha vaqtda qal'a boshlig'i Botcha Botir degan odam edi. Qo'shparvonachi Toshkent qo'shinlari bilan Do'rmonga keldi. Keyingi kun tongda qo'shparvonachi qo'shin bilan Qibray qishlog'i yaqinidagi tepaliklarga o'rnashdi va chor qo'shinlarning harakatlarini kuzata boshladi. Botcha Botir esa bir necha zambaraklarni olib Uymovut arig'i yaqinida joylashdi va dushman joylashgan tomonga zambaraklardan bir necha ogohlantiruvchi o'q uzdi. Shu vaqtda chor qo'shinlari to'pidan bir nechta otliq ajralib chiqib, Qibray tomonga yurdi. Qo'shparvonachiga ruslar orqaga chekina boshladilar degan xabar keldi va u qo'shin bilan Toshkentga qaytib ketdi. Qo'shparvonachi Toshkentga yetib kelishi bilanoq ruslar orqaga qaytib, Niyozbek qal'asini egallab oldilar. Niyozbek qal'asining chor qo'shinlari tomonidan bosib olinganligini eshitgan zahotiyoq Alamqul amir lashkar barcha Qo'qon lashkari bilan Toshkent mudofaasiga otlanadi. Qo'shin shoshilinch ravishda yo'l bosib 8-may kuni Alamqul amir lashkar Qo'qondan Toshkentga 6000 kishilik qo'shin hamda 40 zambarak bilan yetib keladi. Shu ondayoq Toshkentning bir qancha obro' e'tiborli vakillari kelib, amir lashkarni O'rdaga taklif qiladilar. Biroq u bu taklifni rad etib, darhol mudofaaga tayyorgarlik ishlarini boshlab yuboradi. Alamqul Toshkentga yetib kelmasdanoq shahar mudofaachilari shahar atrofiga yaqinlashib qolgan chor armiyasining harbiy otryadlariga qarshi kurashni boshlab yuboradilar. Biroq mudofaachilar kichik guruh otliqlardan iborat bo'lganliklari uchun podshoh qo'shinlariga jiddiy zarbalar bera olmaydilar. Shunga qaramay, ularning general Chernyayev Niyozbek qal'asini bosib olgan kundan boshlab unga qarshilik ko'rsatishlari natijasida chor qo'shinlarining Toshkentga hujumi biroz orqaga surilgan edi. 8-may kuni katta hujumga tayyorlangan chor armiyasi bosqinchilari shahar yaqinidagi pozitsiyalardan siljishga botina olmaydilar. Bu haqida general Chernyayev quyidagilarni yozadi. 9-may kuni biz o'z pozitsiyalarimizni mustahkamlab hujumga tayyorgarlik ishlarini amalga oshirishimiz lozim edi. Biroq shu vaqtda bizning lagerimiz tomon Toshkent lashkarlari kelayotganligi haqida xabar yetkazildi. Ertalab soat 6 da bu juda ko'p kishilarning biz tomon harakatlanayotganligini lagerimizdan ham kuzatish mumkin edi. Bu kishilarning soni 7000 kishi atrofida bo'lgan. Ularning maqsadlarini aniq bilmasam-da, Alamqulning lagerimizga hujum qilish ehtimolini taxmin qilish mumkin edi. Toshkent qo'shinlarining Rossiya imperiyasi mustamlakachi bosqinchilari qarorgohiga bemalol harakatlarini davom ettirayotganligidan Chernyayev qattiq sarosimaga tushib qoladi va biroz vaqt o'tgach zudlik bilan hamma o'z o'rnini egallashini va mudofaaga tayyorlanishini buyuradi. Sulton Saidxon va Alamqul amir lashkar boshchiligidagi qo'shin Toshkentning Mingorik mavzesida biroz tayyorgarlikdan so'ng amir lashkar boshchiligidagi qo'shin rus qo'shinlari bilan jangga kirishadi. Bu vaqtga kelib harbiy sohada, ayniqsa artilleriya sohasida ma'lum yutuqlarga erishgan Alamqul amir lashkar zambaraklarni takomillashtirish bilan birga mohir to'pchilarni ham tayyorlab ulgurgan edi. Toshkentlik to'pchilarning mahoratlariga hattoki Chernayevning o'zi ham tan bergan va bu haqda hujjatlarda yozilgan. Alamqulning to'pchilari oraliq masofani anchayin kattaligiga qaramay hayron qolarlik darajada shunday aniqlik bilan mohirona otardilarki, ular otgan har bir to'p o'qi bizning lagerga kelib tushardi va katta vayronagarchilikka sabab bo'lardi. Jang soat 11largacha davom etadi va Alamqul boshchiligidagi Toshkent mudofaachilari chor bosqinchilarga qattiq zarba berib, ularni o'z pozitsiyalaridan chekinishga majbur qiladilar. Ko'p o'tmay chor qo'shinlari kuchlarini to'plab olgach, ikkinchi bor hujumga o'tadilar. Alamqul amir lashkar ham o'z qo'shinlarini joylashtirib, to'pchilarni yanada ilgariroqqa siljitib, zambaraklarni joylashtiradi va jangni boshqara boshlaydi. Jang ayni qizg'in pallaga kirgan vaqtda Alamqul amir lashkarga o'q tegib yarador bo'ladi.
Bu hodisa tarixi Alamqul Amir Lashkar asarida quyidagicha ifoda etilgan. Rusiya askari musulmonlar to'p va miltiq zarbidan besaranjom bo'lib turgan vaqtda Alloh amri ila 1281 yil Zilhujja oyining 26-kunida kofirlar safidan bir o'q otildi va u Mullo Alamqul Amir Lashkarga tegib, uni yarador qildi. Amir Lashkar otdan yiqilib tushdi. Qattiq yarador bo'lganiga qaramasdan Alamqul ot ustida to'pchilar turgan joyga boradi va Toshkent fuqarolari shaharga qaytishlari, qolgan sarbozlar esa urushni davom ettirishlari haqida buyruq beradi. Alamqul Amir Lashkarning safdan chiqqani haqida xabar tarqalishiga qaramay, ko'pgina sarbozlar urushni davom ettiradilar. Amir Lashkarni shahar ichiga olib kirganlardan so'ng u atrofdagilarga bir qancha nasihatlar va vasiyatlar qiladi. Alamqul Amir Lashkarning Toshkent mudofaasi vaqtida halok bo'lishi voqealari yoritilgan manbalarning barchasida uning vasiyat qilish haqida yozib qoldirilgan. Aynan nima haqida vasiyat qilganligi esa hech bir muallif to'liq keltirib o'tmagan. Amir Lashkarning vasiyati faqatgina Mullo Xoliboy Mambetov asarida uchraydi va bunga ko'ra Alamqul shahar ahlini bir-biriga dushman bo'lib, shaharni va xalqni o'z holiga tashlab qo'ymaslikni, agar bu yurtni chor bosqinchilari bosib oladigan bo'lsa, davlatchilik, milliy boshqaruv, ma'naviy hayot zavol topish haqida uqtiradi. Muhammad Yunus Toyib Alamqul Amir Lashkar hayotining so'nggi daqiqalarini quyidagicha tasvirlaydi. Amir Lashkari marhum shaharga kirib, umaro va saidlarni g'azotga va qo'rg'on muhofazasiga targ'ib aylab, toyi ruh shariflari 1865-yil 9-may qazo qilib, Ansordan Oshiyoni qoziga farvoz ayladi. Rahmatullohi alayhi rahma. Ul vaqtda umri shariflari 33 yo 34 yoshda edi. Alamqulning mayiti tarixchi Muhammad Solih Toshkentning amakivachchasi Eshon Yusufxo'ja Inog'omxo'ja Chitfurush o'g'li xonadonidan chiqariladi va shaharning Shayx Xovandi Tohir qabristoniga dafn etiladi. Muhammad Solih Toshkentli va Avaz Muhammad Attor Xo'qandiylar ham Alamqul Amir Lashkarning Shayxon Tohir qabristoniga dafn etilganini ta'kidlab o'tadilar. Amir Lashkar shahid bo'lgach, Mirzo Ahmad Xo'shbegi, Bek Muhammad Xo'shbegi va qo'sh parvonachilar boshchiligidagi qo'shinlar Qo'qonga qaytib ketadilar va u yerda Xudoquli degan odamni xon qilib ko'taradilar. Sarkardasiz qolgan Toshkent mudofaachilari esa Sulton Saidxonni o'z xonlari deb e'lon qiladilar va Toshkent amalda mustaqil xonlikka aylanadi. Mashhur qozoq sarkardasi va ozodlik uchun uzoq yillar davomida chor qo'shinlarga qarshi kurash olib borgan Sulton Sodiqqa Alamqul Amir Lashkarning qilichi topshiriladi va u Amir Lashkar etib tayinlanadi. Mudofaachilar bir necha kunlik qattiq janglardan so'ng Chor Rossiyasining harbiy bosqinchilari tomonidan mag'lub etiladilar. Alamqul Amir Lashkarning halokati bilan Qo'qon xonligining halokati ham yaqqol ko'rinib qolgan edi. Bunday holning yuzaga kelishini oldindan his qilgan general Chernyayev shunday ta'kidlagan edi. Alamqulning o'limini biz uchun favqulodda ahamiyatga ega bo'lgan hol deb hisoblash zarur. Bu hol mening Qo'qon xonligini bundan buyongi taqdirini hal etildi deb xulosa qilishimga asos bo'ladi. Yuqoridagilarga xulosa sifatida shuni aytish mumkinki, Alamqul Amir Lashkar xonlikdagi ichki va tashqi siyosiy vaziyatning keskinligi, harbiy ahvolning ancha qoloq darajada ekanligiga qaramasdan juda katta qudratga ega bo'lgan Chor Rossiyasining harbiy mustamlakachi bosqinchilariga qarshi kurashlarda o'zining sarkardalik mahoratini namoyon qila olgan inson edi. Alamqul Amir Lashkarning Chimkent ostonalaridagi jangi, u yerda Chor bosqinchilariga qattiq zarbalar berib, ularni chekinishga va hattoki sulh so'rashga majbur etganligi ham yuqoridagi fikrlarni tasdiqlaydi. Bugungi kungacha rus harbiy tarixidagi eng sharmandali mag'lubiyatlardan biri sifatida talqin etiladigan Iqon jangi ham Alamqul Amir Lashkarning sarkardalik mahoratining natijasi edi. Harbiy harakatlar bilan bir qatorda olib borilgan siyosiy va harbiy diplomatik aloqalar garchi kutilgan natijalarni bermasa-da, lekin Alamqul Amir Lashkar Qo'qon xonligini katta-kichik xorijiy davlatlar bilan tashqi aloqalarni o'rnatishga va Chor Rossiyasi harbiy bosqinchiligidan ogoh etishga harakat qilganini ko'rsatadi. Alamqul Amir Lashkarning faoliyatiga baho berar ekan, tarixchi Hamid Ziyoyev shunday xulosalarni keltiradi. To'g'ri, ayrim manbalarda Mullo Alamqul faoliyatiga doir salbiy qarashlar ham mavjud. Ammo o'sha davrdagi juda mushkul siyosiy va iqtisodiy sharoitda uni qilgan ishlari har kimni ham qo'ldan kelavermas edi. Buning uchun Mullo Alamqulga o'xshagan vatanparvarlik, tadbirkorlik va jasorat singari oliy fazilatlarga ega bo'lish lozim edi.
Mana do'stlar, bugungi sonimiz ham o'z yakuniga yetdi. Video yoqqan bo'lsa, like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Bizning kanalimizga obuna bo'lsangiz, bu bizga yangi videolar qilishga motivatsiya beradi. Bizni kuzatishda davom eting, biz esa sizga tarixning yangi sahifalarini ochishda davom etamiz. Omon bo'ling. Thank you.